hali kiymagandim, mamta birkasi ham turgan ekan. Ustimdagi abayani Misr shahridan $200 olib kelganman. Aslida bu abayamizni bichilishi juda ham oson. Men sizlarga Misr va Dubay abayalarini bichilishini har doimgidek tekinga o'rgatib qo'yaman. Matoyimizni ikkiga buklangan holatida bu qismimizdan bu qismgacha bo'lgan masofa 75 cm. Bo'yin qismi va yeng qismlarini shu matoni o'ziga sig'diraman. Matoyimizni bu qismi buklovda hisoblanadi. Bu qismi ochuv tarafi. Biz buklovli tomonidan bichamiz. Buklovli qismini bu qismidan bu qismigacha 8 cm joylaymiz va bu nuqtadan pastga 2 cm. Va buni aylana holatida birlashtiramiz. Endi matoyimizni oxirgi, ya'ni ochiq qismidan bu nuqtasidan pastga 3 cm belgilab olamiz. Juda ham ko'p qilib olmaymiz. Juda ham ko'p uklon bo'lib ketsa, abayamizning yon qismi pastga osilib ketadi. Bu nuqtani birlashtiramiz. Shu nuqtamizdan pastga 18 cm belgilaymiz. Bu menda abayamizning yeng uchi kengligi 18 cm men uchun norma. Sizlar xohishingizga qarab 15 cm yoki 20 cm qilishingiz mumkin. Bu nuqtamizdan yon tomonga taxminiy 40 cm kiramiz. 40 cm menga yeng qismini ozgina ustki qilishim uchun yetadi. Sizlar xohishingizga qarab chetdan keng qilsanglar, bu Misr abayasi bo'ladi. Ichkaridan keng qilsanglar, Dubay abayasi bo'ladi. Men shu qismini aylana holatida qilib pastga qarab olib tushib ketaman. Men buni pastga tekis holatda olib tushaman. Ya'ni menga juda ham keng abaya kerak emas. Xohishingizga qarab turib buni bu yoqqa kengaytirishingiz yoki yana ham toraytirishingiz mumkin. Shu uголок qismini dumaloq holatida tugataman. Va pastki tarafga ozginagina kengayish bilan olib tushaman. Pastki qismidan 4 cm ko'taraman. Odatda abayani ikkita yoni uzunroq bo'ladi. Xohishingizga qarab buni yana ham ko'proq tashlashingiz mumkin. Ta'kidlab o'tganimdek, abayalarni faqatgina yeng torligiga qarab Dubay abayasi va Misr abayasi fasoniga o'xshatish mumkin. Ichkariroqdan qilib o'rganinglarda bu Dubay abayalariga o'xshaydi. Ya'ni yeng qismini shu qismidan kengaytirsanglar, bu sizlarda Misr abayasi bo'ladi. Misr abayasida umumiy kenglik 3 metr bo'ladi. Ya'ni bundan ikkita detal bichiladi. Dubay abayasida ham ikkita detal bichiladi, lekin ichki tarafga 40 cm dan kirganinglar hisobidan ikki tomon uchun 80 cm minus bo'ladi. Endi qizlar, bu qismimiz faqatgina orqa qismi hisoblanadi. Abayamizning old qismini o'yishni ham ko'rsatib o'taman. Bu qismdan taxminiy 30-35 cm belgilab olasizlar. Va shu qismiga aylana holatida qilib tugatasizlar. Endi bundan ikkita detal bichamiz. Umumiy hisobda 1,5 metrli matoni ikkiga buklab turib, bitta orqa tarafi va yana 1,5 metrli matoni ikkiga buklab turib, old tarafi bichiladi. Yashil bilan chizilgani old andoza, qora bilan chizilgani orqa andoza hisoblanadi. Har doimgidek bizani kuzatishda davom eting. Qaytgancha keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiringlar.